Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan may oyi uchun xodimlarga ish haqqi hisoblashni ko'rib chiqamiz. Buni Excel dasturida qanaqa qilib bajarishni hozir sizlarga men to'liq tushuntirib beraman. Agar siz buxgalter bo'lsangiz yoki buxgalteriya kasbini o'qiyotgan bo'lsangiz, aynan shu video siz uchun bo'ladi. Shu video orqali siz xodimlarga ish haqqi hisoblashni ko'rib chiqasiz va uni to'liq o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bizda yuqorida demak korxonamizdagi xodimlar bo'yicha masala turibdi. Shuni birinchi o'qib olamiz va shu asosida keyin jadvalga xodimlar ish haqqisini to'liq hisoblashni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'qiydigan bo'lsak, korxonada buxgalter, direktor, kotiba xodimlari may oyida ishlashdi. May oyi uchun direktorga 6 million so'm, buxgalterga 4 million so'm, kotibaga esa 2,5 million so'm ish haqqi hisoblandi. Xodimlarga may oyi uchun qancha ish haqqi beriladi yoki xodimlar qancha ish haqqi oladi deyapti. Demak, kelinglar sizlar bilan shuni jadval asosida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda jadvalimizda bizda xodimlar ustuni, ish kunlari, ish haqqi, daromad solig'i, INPS solig'i, jami soliq summa va qo'lga tegishi degan demak 7 ta ustundan iborat jadvalimiz bo'ladi. Bu yerda daromad solig'i bilan INPS solig'i nima deyishingiz mumkin? Demak, O'zbekistonda jismoniy shaxslar daromad topadigan bo'lsa, demak topayotgan daromadidan INPS fondi uchun 0,1% miqdorida ish haqqisidan topayotgan daromadidan soliq to'laydi va 12% daromad solig'idan ham soliqqa tortiladi. Ya'ni ish haqqisidan 12% addenli bitta soliq, INPS uchun yana bitta addenli soliq chiqadi. Demak, shularni hozir hisoblashda ko'rib chiqamiz. Xodimlar, demak bu yerda direktor, buxgalter va kotiba va endi ularda ish kunlari bizda to'liq ishlagan, shularni yozib qo'yishimiz mumkin yoki pustoy qolsa ham bo'ladi va ularning ish haqqlari qancha? Demak, direktorga 6 million so'm ish haqqi hisoblanibdi. Yozib olamiz. Buxgalterga demak 4 million so'm ish haqqi hisoblanibdi va kotibaga 2,5 million so'm miqdorida ish haqqi hisoblanibdi. Demak, summalarni yozib olganimizdan keyin biz bu yerda formatini o'zgartirib qo'ysak, mana bunday osongina pullar ko'rinadi, yoki nollar ajratib ko'rsatiladi. Xo'p, endi shu summalardan, ya'ni ish haqqilaridan soliqlarni hisoblaydigan bo'lsak, demak daromad solig'i demak 11,9% hisoblanadi. Demak, buning uchun nima qilamiz? Tem belgisini qo'yamiz. Shu 6 million so'm turgan kategoriyada yacheykani belgilaymiz va ko'paytirilgan 11,9% deb yozamiz va enter knopkasini bosamiz. Va endi formulani pastga tortsak, shu formula asosida qolgan xodimlarga ham demak 11,9% daromad soliqlarini hisoblab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi qatorda formula asosida hisoblab olganimizdan keyin bu joydan demak pastga tortib qo'ysak bo'ladi. Bu orqali biz ishimizni anchagina tezlashtiramiz, vaqtdan yutamiz. INPS solig'i esa 0,1% tashkil qiladi. Shuni hisob-kitob qilib olamiz. Buning uchun yana tem belgisini qo'yamiz. Direktorda ish haqqisi 6 million so'm ustiga bosib belgilab olamiz. Ko'paytirilgan 0,1% va enterni bosamiz. 6 ming so'm bo'lar ekan. Bu joyda mana bu joydan pastga tortsak, qolgan xodimlarga ham 0,1% demak INPS bo'yicha solig'ini hisoblab beradi. Endi jami ushlab qolinadigan soliq qancha? Demak, tem belgisini qo'yamiz. Daromad solig'iga biz qo'shib olamiz INPS solig'ini. 720 ming so'm bo'lar ekan va buni formulani pastga tortsak, qolgan ikkita qatorda ham hisob-kitobini qilib beradi. Demak, xodimdan umumiy 12% soliq ushlab qolinadi. Uni 11,9% daromad solig'i ko'rinishda, 0,1% esa INPS solig'i ko'rinishida. Bu soliq summalar mana bu ustunda turibdi. Bu summalarning hammasi soliqni demak cho'ntagiga, ya'ni davlat budjetiga o'tib ketadi. Va endi xodim qancha qo'liga ish haqqi oladi, qancha qo'liga ish haqqi tegadi. Shuni hisoblash uchun tem belgisini qo'yamiz. 6 million so'm ish haqqidan ayirib tashlaymiz. Demak, umumiy summani bu 720 ming so'm bo'ladi va uni ayirmasi 5,280 ming so'm. Formulani demak pastga tortadigan bo'lsak, qolgan xodimlarnikini ham hisob-kitob qilib beradi ekan. Yaxshi. Endi umumiy ish haqqini
yoki umumiy daromad solig'ini yoki hamma ustunda umumiysini topib qo'yish uchun demak belgilaymiz. Shu ustunda bu yerda summa formulasi bor va shu summa formulasi orqali hisob-kitob qilib, buni ham demak tortsak, qolgan ustunlarni ham hisob-kitobini chiqarib beradi ekan. Demak, buni belgilab qo'yamiz. Demak, bunday qilib belgilab qo'yadigan bo'lsak, mana ajralib turadi. Bundan xulosa qilish kerakki, demak, xodimlar 6 million so'm ish haqqiga ishlagani bilan qo'liga 6 million so'm olmas ekan, qanchadir, ya'ni 12% solig'ini to'lab qo'yar ekan. Demak, siz agar bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, buxgalter bo'lsangiz, bemalol endi ish haqqi hisoblashingiz mumkin yoki endi buxgalteriya kursiga borayotgan bo'lsangiz yoki oliy ta'limda shu yo'nalishda o'qiyotgan bo'lsangiz, endi sizda bu bo'yicha muammo bo'lmaydi, ya'ni ish haqqi hisoblash bo'yicha. Videomiz agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun kanalimizdagi yangi Excel, Word bo'yicha yoki kompyuter bo'yicha darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga albatta podpisatsiya bo'lib qo'ying. Shunda keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz.